Endilikli işimize devam edelim. Bu geçişlağa 2025 yıl 6. ayının 25. günü vatandaş. Haftaki çarşamba. Endeki ikinci mavzu sizin bunun dikkat kılışqa teklif kılım. Ben başta ettim. Hazır NATO'nun yığını içilevatıdı. Yığında nimeler muhakeme kılındı. Birleşme bayanat nimeler ilan kılındı. Bunu bizge ne malum bir iş gücüde oturuğa çıkdı. Şundan burun NATO'nun başlığı Mark Rutte'nin axbarat ilan qilish meydanında söz degan söz ekan muxbirlarga. Men buni sizlarga yetkazman hozir. Diqqat qilib anglang vatandosh. Siz va biz Cumhuriyet Kompartiyasining taqdiri nima? Cumhuriyet Kompartiyasining taqdiri bir taraf bo'lgandan keyin Uyg'urlarga qaysi kunlar ozodlik, mustaqillik kunlari yetib kelamdi degan mushu fikr va mushu talqin va mushu g'oya ichida yashayapmiz vatandosh. Shunlashqa sizlar bu mavzuga diqqat qilinglar. Başta o'qigandim, yana bir o'qib o'tay, diqqat qiling vatandosh. NATO Beijing zo'r ko'lamda harbiy kengaymichilik qilyapti. Rossiya, Yevropa ittifoqi balki Tayvan bo'g'iz to'qinishiga aralashadi deb ko'rsatdi mavzuda xabar. 6 ayning 24 kuni Erkin Osiyo radiosining Xitoy tel programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Qo'shimcha mavzu, bunun qo'shimcha mavzuni ma'lum eting. NATO Beijing zo'r ko'lamda harbiy kengaymichilik qilyapti. Tayvan bo'g'izida tahdidni kuchaytirdi. Rossiya va Yevropa ittifoqi balki urushga aralashadi. Fransiya xalqaro radio stansiyasi bu mavzu shu yerda qo'yilgan. Uni qo'shimcha mavzu qilib olibdi bugungi muxbir. Xabar bunday boshlandi vatandosh. NATO'nun katibi Mark Rutte, NATO'nun Gollandiya Gaaga'da yuqori darajalik yig'ini ochilishdan burun Beijingning zo'r ko'lamda harbiy kengaymichilik qilayotganligi va Tayvan bo'g'izi vaziyati to'g'risida to'xtalganda bunday ko'rsatdi. Tayvan munosabatlari qonuniga asoslanganda Amerikaning Tayvanni qo'llash majburiyati bor. Hozir buni Amerika shunday dedi deb turganimizda, mesela shunday muhokama qildi deb turganimizda qancha zamondan beri bugun endi men birinchi qatim ya tunji qatim Gollandiyada berilayotgan xabar NATO'ning bu gapni eg'iziga olganligini emasdan Amerika Qo'shma Shtatlarining Tayvanni qo'llash majburiyati bor. Tayvanni qo'g'dash va qo'llash majburiyati bor. Belki NATO bir ittifoqlash davlatlar ittifoqi bo'lish sifati bilan NATO'ga a'zo davlatlarning chekinishni tanlash da'vati yo'q yoki rag'bati yo'q. Mushu paytda biz bu ishni qilmaylik, chekinimiz deydigan ish yo'q. NATO'ga a'zo davlatlar uchun aytganda Tayvanni qo'llash, Tayvanni qo'g'dash bu NATO'ning yoki Amerika Qo'shma Shtatlarining navbatdagi majburiyati bo'lganda NATO buni qatnashadi, qo'g'dashga, qo'llashga, lekin chetga qachish rag'bati yoki da'vati yo'q. Janubdan Sahar gazeti bunday xabar qildi. NATO'ning katibi Mark Rutte haftaning birinchi kuni, ya'ni dushanba, bunday ogohlantirdi. Beijing zo'r ko'lamda harbiy askariy qism to'plab Tayvan bo'g'izida to'qinish yuz berish tahdidini oshirdi. Balki Rossiya va Yevropa ittifoqi armiyasining urushga aralashishni keltirib chiqarishi mumkin. Tayvan markaziy agentligining Gaagadan bergan xabarida bunday ko'rsatildi. NATO'nun katibi Mark Rutte, Gaaga NATO yuqori darajaliklar yig'ini chaqirilishdan burun Cumhuriyetning zo'r ko'lamda askariy harbiy kuch to'plab
keltirib chiqargan Tayvan bo'g'izi vaziyatidan ansiraydiganligini bildirdi. NATO'nun katibi Mark Rutte haftaning birinchi kuni e'lon qilgan axborot e'lon qilish yig'inida eng yomon ahvol to'g'risida to'xtalganda mundoq ko'rsatdi. Tayvan munosabatlari qonuniga asoslanganda, Jungo Tayvanga hujum qilganda, Amerika Qo'shma Shtatlarining Tayvanni qo'llash va Tayvanni qo'g'dash majburiyati bor. Qo'llaydi Tayvanni, bu qaltis bir gap vatandosh. Qo'g'daydi Tayvanni, bu qaltis bir gap vatandosh. Kim? Amerika Qo'shma Shtatlari. Nemiga asoslanib? Masalan, Tayvan munosabatlari qonuniga asoslanib. Buni kim deyotdi? NATO'ning katibi Mark Rutte. Qo'g'dash majburiyati bor. NATO bir ittifoqlash davlatlar ittifoqi bo'lish sifatida bu mas'uliyatdan qochib qutulolmaydi. Demak, sen Amerika qo'llaydi ekan Tayvanni, Amerika qo'llaydi ekan Tayvanni, NATO'ga a'zo davlatlar sen ham Tayvanni qo'llaysan, Tayvanni qo'llaysan. Bu majburiyatdan qochib ketolmaysan. Qanday so'z iboralab o'tirib chiqdi vatandosh? Diqqat! Uyg'urim, vatandoshim. Bu so'zlarning o'rniga qaranglar vatandoshim, mazmuniga qaranglar vatandoshim. Keskinlik dardisi ve akli tefekkürünün xulası şekillik menteqsi qaysi derecege götürüldü, dikkat kılın vatandaşım. Gördünüz mü? Tayvan münasebetleri kanuna asaslanganda, yani bir tekrarlayıp ettim. Jungo Tayvan'a hücum kılganda, Amerika Qo'shma Shtatlarining Tayvanni qo'llash va Tayvanni qo'g'dash majburiyati bor. NATO bir ittifoqlash davlatlar ittifoqi bo'lish sifatida bu mas'uliyatdan qochib qutulolmaydi. NATO'ning to'rbeti xabar qilib mundoq ko'rsatdi. NATO'ning katibi Mark Rutte mundoq dedi: biz hozir Yaponiya, Koreya, Avustraliya ve Yeni Zellandiya bilan zich munosabat saqlab kelyapmiz. Chunki dal shundoq bir sabab bo'lganlikdan, ya'ni bu davlatlar Jungo navbatda elib berayotgan zo'r ko'lamda harbiy kengaymichilik qilishdan intayin ansiraydiganligi sababli biz NATO bu davlatlar bilan zich munosabatni saqlab kelyapmiz. Mark Rutte müşahede intayin degan bu cümleni ikki qatim ta'kidlash cümlesini ikki qatim ta'kidlagan gap vatandosh. Jungo navbatda elib berayotgan zo'r ko'lamda harbiy kengaymichilik qilishdan intayin ansiraydiganligi sababli biz NATO bu davlatlar bilan zich munosabatni saqlab kelyapmiz. Qaysi davlatlar? Koreya, Yaponiya, Avustraliya ve Yeni Zellandiya. Biz şunu bilemizki, bundan bir neçe yıl burun bütün dünyada 10 çoğun devlet müdafiye şirketleri işçiden her kandak bir Jungo şirketini izlep tapqılıp olmaydı. Emdi hazır 10 çoğun devlet müdafiye şirketleri arasında 3'ten 5 kişi Jungo şirketlerine izlep tapqılıp oldu. Hatta devlet müdafiye kuruluş, yani Gopang Gongban, Xitay tilida shunday aytildi. Devlet müdafiye kuruluş işhanesi. Dikkat vatandaş, bu isimler to'sinchimi? Devlet müdafiye kuruluş işhanesi. O'rta Osiyoda faoliyat qilayotgan ishxona. O'rta Osiyoda faoliyat qilayotgan ishxona vatandaş. Muşu gap esinler çıngtırsın. Her kandak bir Jungo şirketlerini izlep tapqılıp olmaydı. Ötkenki 10 yılda hazır
10 çoğun devlet müdafaa şirketleri arasında 3'ten 5 kişi Jungo şirketlerini izlep tapılı bulun. Bu kaltıs paketken bilen dostum, bu kaltıs paketken. NATO'nun Katbe Markrot yani mındak ko'rsatdi. Bu şunu ko'rsatib berdiki hozir zo'r ko'lamda harbiy tayyorliklar qurilishi elib berilyapti. Jungo zo'r ko'lamda harbiy tayyorliklar qurilishi elib beryapti. Bu qurilish hozir zo'r ta'sir paydo qildi. Buning ichida jumladan Jungo davlat mudofaa sanoatining ta'siri intayin zo'r. Elbette. Ularning mundaq qilishi Beijingda eng chiroyli harbiy parad o'tkazish bo'libla qolmasdan, balki men o'ylaymanki, buning boshqa sababi bor. Dedi NATO'ning katibi Mark Rutte. NATO'ning katibi Mark Rutte yana mundaq ko'rsatdi. Elbette biz yani NATO Tayvanning vaziyatidan qattiq ansiraymiz. Biz yani şunu bilemizki, agar Jungo Tayvanga har qanday harakat qo'llanadigan bo'lsa, shubhasizki tilpin berib, uqtirib qo'yadigan kichik sherigi albatta Prezident Vladimir Putin bo'ladi. Bu orqali agar shundoq ish yuz beradigan bo'lsa, Prezident Vladimir Putin efendi bizni, yani Avrupa'nı aldırtıp koydu. Bunun için biz tayyorlik qilishimiz kerak. Yani NATO. Bunun için biz tayyorlik qilishimiz kerak. Şunu bu bizning oq ko'ngil bo'lolmasligimizning sabablaridan biridir. Şunu bu bizden oq ko'ngil bo'lolmasligimizdan sabablaridan biridir. Biz, yani NATO, bunun için hushyor bo'lib turishimiz lozim. Bu ham normadan tashqari davlat mudofaa hamchoti ajratishimizning muhim sababidir. Bu ham shundaqla NATO bir ittifoqdosh davlatlar ittifoqi bo'lish sifatida chekinib chiqolmasligimizdan va yoki qo'shimcha kelishim imzolashni talab qilolmasligimizning yana bir sababidir. Chunki biz yoki NATO a'zo davlatlar bir ulush kuch chiqarishimiz kerak. Qanday vatandaşım, NATO'nun yığını başlandı, şunun harpsi düşen bir kere axbarat ilan qilish, axbarat ilan qilish yığında NATO'nun katibi Mark Rutte'ning muxbirligi so'zlagan so'zi vatandaş. Jungo harbiy tayyorliklar, Jungo harbiy kengaymichilik qilyapti. Jungo davlat mudofaa sanoati biron 10 şirketinin içinde bir Jungo şirketini tapanmaytan bugün 10 şirketinin içinde devlet mudafaa şirketlerinin içinde 3'ten 5 kişi Jungo şirketlerini tapalaysan. Jungo tehdit, Rusya tehdit. Eğer Tayvan boğazıda bir dokunuş yüz berdigan bo'lsa, bu urushqa Rusya mı aralashadi armiyasi bilan Avrupa ittifoqi ham aralashadi harbiy kuch bilan. Bugünkü Rutte'ning so'zlagan so'zi vatandaş. Hozir Jungo'ning qo'li har tarafga kengayishga boshladi vatandaş. Mana shunday ahvol ostida bu harbiy kuchni Tayvan bo'g'izida harakatga keltirib, masalan Tayvan bo'g'izida tahdid va yoki tajovuz xarakterli bir amaliy harakatni o'ttirg'i chiqarib, dunyoni mushuning ichiga so'rab kirish kerakmi yoki qanday? Bunday ahvolda vatandaş O'rta Osiyo haqiqatan xatar ichida qoladi vatandaş. Jungo Kompartiyasining qo'li hozir hammaga yetadi. Yaqinda 6 ay 14, 15, 16 kunlari Xi Jinping O'rta Osiyoda ziyoratda bo'ldi vatandaş.
Ular imzalagan kelishimni biz sizlarga tahlil qilib berdik. Shu biz tahlil qilgan kelishimlarni bugun NATO'ning kotibi Mark Rutte apandi muxbirlarga bayon qilgan suhbatda nima deganligi bilan solishtirib ko'rsangiz, vatandosh, hozirgi dunyoda masalan Tayvan bo'g'izga munosabatlik vaziyatning ig'irligini ko'rib olasiz vatandosh. Tayvan'ın prezidenti Lai Ching-te tünügün nima degan edi? Tünügün degan so'zi Tayvan davlat dedi. Tayvan'ni davlat deb atadı. Bugun nima dedi? Bugun Tayvan'ın prezidenti Lai Ching-te shunday dediki, Cumhuriyetlarning maqsadi Tayvan'ga hücum qilish, ya'ni orolni, zaminni, tuproqni elib qilib, odamlarni qirib tashlash. Amaliyotda bu siyosatni Xinjiangda, yani müstemlik Uyguristan'da Xitay allaqachon yo'lga qo'ydi. Uyg'urni qirg'in qilish, etnik qirg'in qilish. Uyg'urni etnik qirg'in qilish bilan ishni boshladi. Buning maqsadi tegi-takda bizga yer kerak, zamin kerak, tuproq kerak, Uyg'ursan kerak emas. Şunu Uyg'urni qirg'in qilib tugutib, yerga tuproqqa ega bo'lish. Bu Xitoyning belgilangan siyosat. Uzog'ini surishtirsangiz 70 yil, keyingini surishtirsangiz 12 yil o'tadi. Siz bunun misal edip şunu göreceksiniz ki Sabık Radyo, Erkin Asya Radyosu'nun Uygur bölümü 17-18 yıllarda Uygurların kendini eleş ve evrişki eleş, Uygurların DNA'sını tekşiriş ve evrişki eleş ve bunu iskeletlaştırış, sakçıyı punktları iskeletlaştırışına yolu koydu ve icra kıldı. Bütün Uyguristan boyu Uygur'dan kendini aldı vatandaş. Tüm Uyguristanlık Uygur'un kendini aldı vatandaş, evrişki sakladı vatandaş. Maksat nime? Bu kan tipi. Arkalık, kanın tipi nime? Eymu, beymu, omu. Kanın tipi mi? Arkalık, tetkik kılış arkalık. Hemiyelik kurallarını yasap çıkış. Biyologilik kurallarını yasap çıkış. Xitay bu doğruda məhbi bir işxana. Pi-tut diye işxanını kurup allaqachon iş başlagan edi vatanda. Hazır Tayvan'ın prezidenti Lai Ching-te dedi ki, Aralni, yerini, tuproqni elib qilib, aholini yo'qotish. Xitoyning bu tushi berbat bo'ldi dedi. Tayvanga qaratgan bu tushi va Tayvanga qaratgan siyosati bu berbat bo'ldi, gumron bo'ldi dedi. Uyg'uriston cho vatandosh. Xudo xolasa, onun qo'mi shunday vaqt keldi, Xitoyning Uyg'uristondagi qirg'inchilik, Uyg'urni etnik qirg'inchilik qilib, ammo oxirida shunaqa vaqt keldi vatandosh.